Hozir Millat umidi universitetidamiz. Ko'rsatib qo'ying. Universitetda yonboshida qozon kabob qilishadi ekan. Hozir o'shani borib ko'rib kelamiz. Ketdik. Ko'ramiz, kamera bilan borishsa, tekin qilib beradi deysiz o'zi. Qozon kabob bo'layotgan ekan. Assalomu alaykum. Qozon kabob bo'layotgan ekan. Qaysi jarayonda hozir qozon kabob? Pish jarayonda уже kelibmiz. Bugun talabalar kuni ekan, 17-noyabr xalqaro. Talabalarga qanaqa tabrik aytgan bo'lardingiz birinchi kurslarga? Birinchi kurslargami? Omadini bersin. Vaqtini bersin. Sog' bo'lib yuribsiz, nima deymiz? Qozon kabob qachon pishadi? 10 minutlarda tayyor bo'ladi. Berasizmi bizga? Albatta. Oldik. Rahmat katta, charchamang, salomat bo'ling. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Bugun biz Millat umidi universitetida DVC kampuslarga borib, ovqatlarni degustatsiya qilamiz. Rahmat, boshqa. Ismoil. Haqiqatga. Korpusga. Kampus. Qizlar, nima gap? Sholi gapir. Gilos. Hozir B kampusdagilar Kompus bilan. Kompus. Xarita. Kompus. ketdi. Nima qilish kerak ekan? Hech bunaqa qilishga kerak. Hozir Prosta bularni yeyish uchun nima qilish kerak edi? hech bunaqa qilish kerak emas. Prosta anaqaga gruppaga добавиться qilib, Aha. keyin darsga borsangiz bo'ladi. Men obuna bo'lgan odamlarga obuna bo'lib. O'nta do'stingizga borsangiz. Like qo'yib turaman. Yo'q, Videoni davomini ko'rish uchun proshga yozasiz. Do'stlar bilasiz, Anvarjon? Конечно. Вообще bilan ujini biladi. Undan boshqa yo'q. Hisoblarni gruppaga добавиться qilsanglar. Assalomu alaykum. Yaxshi narsa bo'lsa so'rashaman. Mana shu gruppaga добавиться qilsanglar. Qani. Давай qo'ydi, короче. Beshinchi kurslar? Birinchi kurs. Yo'q, qorin poyg'iz olmaydi hozir. Bro. Matematikadami? I love from math, bro. It's love. Right, love. Xatdan oldinglar buni? Xatdan oldinglar. Matematika misoli eshitdimi oldin? Aka, nima qilish kerak edi? Savollarga javob berasiz. To'g'ri javob bersa bitta bu. Bitta bundan, ha? Bitta odam. 72ning 1/6 qismi nechiga teng? Savol bering, bro, 70 ga. To'xtang. Ya bilaman. To'xtang. 12 aka. Aka, qanaqa stil bu? Nima deb bilmadim. Klassik Thomas Shelby. Kim bu bola? Ko'zi qora.
Assalomu alaykum. Qalayga to'tdi? Alaykum assalom. Zo'r. Tilga to'tdi? Zo'r. Ozgina surli. Qo'qondagi event qanaqa bo'ldi? Boya sizlar qanday bo'lishini kutyapdingiz? Kutgan narsa bo'ldimi yoki yo'qmi? Bemalol aytavering. Yo, zo'r bo'ldi. Men savol beray. Men chiqishim qalay bo'ldi? Men tebada Sizmisiz? chiqmadi bular. Zo'r. Kutmading. Umuman repetitsiya bo'layotganda ham ko'rmadi ekan, boshqa paytdan ko'rmadi. Yengil kelib, Yengilmagandim-da. Ha, sizga ham bugun Harakat qilib zo'r. Bugungi kunda sizga eng yoqqan narsa nima bo'ldi? eng yoqqan narsami? VMda biz o'z induction maqsadi family qilib olishdik guruhni. Lekin biz shu narsaga erishibmizki, biz butun fakultet family qilib olibmiz. Zo'r gap bo'ldi lekin. Hop. Yaxshi. Family turishlar ham bo'lib turadi. Yaxshilik qilamiz. Bugungi kun bilan fon usti butun universitet talabalariga o'z fikrlaringiz, tavsiyalaringiz bildirib o'tasiz. Nima deya, agar ozgina gapirsam yig'lab olaman. Chunki biz 4 oydan keyin tark etyapmiz, unaqa bo'libdi. Bunaqa studentlarni, freshmandan ikkinchi kursdan hammani. Lekin shunga qaramasdan, nima deydi, holatdan, vaziyatdan foydalanib masoq olishga harakat qilyapmiz bo'lgan sari. Maslahatimiz to'xtamanglar. Bundan keyin ham davom etinglar, shunaqa family bo'lib aqlli davom etinglar. Birinchi kurslarda anaqasi yoqdimi sizga? Energiyasi, aktivligi. Sizlar ham shunaqa bo'lganmisizlar birinchi kursda? Yo'q, biz bunaqa bo'lmaganmiz. Chunki bizda facilitator bo'lmagan. O'zim tutib ketdi. Bitta narsa, bu videoda Ma'suma bilan Shahlo ko'radi. Ular Buxoroga ketib bordi hozir. Nima degan bo'lardingiz? Afsuslanishsinmi? Alam qilsin. O'zlaringizga nima qilarsiz? So'xten Men hozir Buxoroni abituriyentchilik yuribdi. Ko'tarishmaydi ekan. Shahlo Ma'suma bugun yorib bo'ldi kun. Qarorchi soninglar to'yga chiqqan narsa qilmagan. Endi keyingi to'roychida ham bo'lmaydi, o'tkazib oldim xabar bermaydi. Mana. Bitta vaqt bermadinglar. Assalomu alaykum. Bugungi Students Day qanaqa o'tdi? Zo'r o'tdi. Молодцы, birinchi kurslar. Yoqdimi sizlarga? Da, yoqdi, lekin fashion showda ozgina action Sal kam bo'ldi. Da. Nimadir yedingizmi? Yo'q. Yemadingizmi? Qorningiz ochmi? Yo'q. Men yer emas sizga deb qo'y. Hop, 17-noyabr Students Day'ga kursdoshlaringizga tilaylaringiz. Ой, Kursdoshlaringiz umuman Millat umidi universitetlariga tilaylaringiz. я могу на русском? Да. Так, я желаю всем студентам всего хорошего, чтобы они нашли свои любимые работы, чтобы они как бы вставали на свою работу не вот так вот, типа, блин, у меня сегодня работа, а типа, ура, работа! Вот, и чтобы у всех были дипломы, чтобы фейлов не было ни по каким предметам. Eventdan keyin oshlik go'mi? Go! Alaykum, Mirabror aka. Oxiri tadbir tugadi mana. Hozir tadbir haqida fikrlaringiz studentlarga bugungi kun bilan tabriklaringizni so'rab qo'yaman. Xo'p, boshida intervyu bergan edim. Nima kutayotganimni o'shanda aytgan edim, hech nima bilmayman. Chunki o'zi International Students Day haqida kecha bilganman. Biz payt unaqa narsa eshitmaganmiz. Shunga nima bo'lishini tasavvuri yo'q edi. Juda zo'r competitionlar, activity. Bizda ishlayotgan o'qituvchilar, bu yerdagi ishchilarda bitta narsa bor. Biz o'zimizning hayotimizga uncha vaqt ajratish qiyin. Anaqa kichkina aktivitelar bilan, o'qituvchilar bilan bizani recharge deydi, ya'ni biz energiyani olamiz. Bu energiya bilan sizlarni yana yaxshida o'qitishga harakat qilamiz. Anularga tilinglarga keladigan bo'lsak, tilingilarimni sahnada ham aytdim, undan oldin ham aytdim. Birinchi o'rinda sizlarga o'sha sabr tilayman, chunki o'qish payti bu eng mazza qilingan payt. Lekin yana ikkinchi taraf ham bor, eng qiynaladigan payt edi. Uni o'zi bilasizlar, birinchi sayyontliklar bo'ldi, bilasizlar, eng qiynaladigan paytlar. Lekin o'sha ikkita narsa, ikkita kombinatsiya, ya'ni mazza qilib va qiynalish sizlardan eng kuchli kandidat, eng kuchli personality deyiladi, o'sha narsani olib chiqadi. Shu narsani sizlarga tilab qolaman. Rahmat. Rahmat katta, salomat bo'ling. Hozir katta. Hozir bizni eng yaxshi teacherlarimizdan biri International Business teacheri Javid Jamalidan intervyu olib beramiz. Kiring. Hozirda ya'ni qilgan xizmatlari studentlar uchun juda katta.
birinchi yil ya'ni akobirda sinfga borib sayfalloh hozir teacher emas, o'quvchilarni eng aktiv o'quvchilarni yig'ib olib turib, guruh qurib, o'zlari bilimlarini, tajribalarini o'rgashyapti. Hozir ulardan intizor qilamiz bugungi tadbirda. Rahmat hammalaringizga, omadlar bo'lsin. Rahmat katta. Xo'p. Hop. Teacher, bugungi Students Day'ga o'quvchilarga tabriklaringiz, bugungi eventdan qanaqa motivatsiya oldingizmi, energiya oldingizmi, ko'rdik, qo'shiqlar aytdingiz. Umuman bugungi event haqida fikrlaringizni eshitsak. Assalomu alaykum. Avvalambor barcha MU studentlariga salomlarimni taqdim qilaman. Kunlaringiz muborak bo'lsin. Ilohim yana ham Alloh nasib qilsinki, shunaqa bir go'zal bir kunda birgalikda barcha studentlarimiz bilan nishonlashni nasib qilsin. Albatta meni o'zbekcham unchalik yaxshi emas, lekin harakat qilyapman yaxshi suhbatlashishga. Bugun o'shandagi ko'rib turibsiz, Millat umidi universitetida bizlar Student Day'ni nishonladik va ushbu Student Day'da barcha departmentlarimiz, ya'ni xalqaro international business departmentimiz, ACCA departmentimiz va ayniqsa IT departmentimiz, barcha departmentlarimiz qatnashdilar. Rahmat demoqchiman Mr. Umidjon Ishmuhammadov, Mr. Shavkat akaga va ayni holda o'zimizning departmentimizning boshlig'i Mr. Mirabror G'ulomovga shunaqa chiroyli, shunaqa imkoniyatlarni studentlarimizga ta'min qilib berganlari uchun. Albattaki support bo'lmasa, himoya bo'lmasa, bunaqa bir katta eventni nishonlash menimcha qiyin bo'ladi. O'shandagi ko'rib turibsizlar, universitetimizda uchala kampusiga ham kampus A, kampus B va kampus 3 da studentlarimizni tashabbusi bilan ijod qilingan bir kunlik biznes stollarni ko'rishlaringiz mumkin. Albatta aytmoqchimanki, mana shu ideya, mana shu g'oyaki student bajarib o'rganadi, ya'ni praktika qilib o'rganadi. Tacit knowledge deymiz buni. Birinchi xalqaro business department tomonidan boshlandi va bugun mana shu ijodimizni trendga aylanganini o'zingiz ko'rib turibsiz. Va oxirida barcha studentlarimizdan, otaxon, onaxonlarimizdan Millat umidi universitetga ishonch bildirganlari uchun rahmat deymiz va shuni aytmoqchimanki, Millat umidi universitetida barcha professorlar, barcha xizmatchilar bizlarni g'oyamiz shuki, O'zbekistonda oltin davrini yaratmoqchimiz. Umidjon Ishmuhammadov founderimiz ham shu masalani orientationdagi aytib o'tdilar. O'zbekistonda yangi O'zbekistonda o'sha golden, ya'ni o'sha oltin asrini yaratishimiz uchun albattaki bizlarning qo'limizdagi eng katta resurs bu bizlarning yoshlarimiz. Va biz har bir momentdan, har bir daqiqadan yaxshi tarzda foydalanamiz toki O'zbekistonning kelajagi uchun eng yaxshi adabli, ilmli va bilimli yoshlarni taqdim qilsak bo'ladi. Была улыбка, похожа на рай. Аромат волос напоминал счастье. На меня напала эта твоя игра и раздолбала мою душу на части. Та была улыбка, похожа на рай. Аромат волос напоминал счастье. На меня напала эта твоя игра и раздолбала мою душу на части. Bugungi bayram realna bayram bo'ldi. Bayram realna boshida ozgina asab buzarchiliklar ham bo'ldi. Asabimizni ham buzib oldik, baqirib oldik ham. Bu to'yga vaqti super bo'ldi. Hozir orqamda ham hamma o'ynab kulib yuribdi. Birinchi o'rinda ustozlarimizga rahmat. Shunaqa kunda bizlarga darslardan ozod qilib qo'yib berishgani uchun. Students Day, ya'ni Students Day bo'ldi. Hali tugamadi, hali davom ettiryapmiz. Birinchi kurslarga alohida rahmat. Shu organizatorlar mana shunaqa zo'r kunni Event zonda zo'r bayramimiz bo'ldi. Tepada vaqti zo'r bo'ldi. Realniy food court. Talabalar bilan qorni ham to'ydi, chill ham qildik, fan ham bo'ldi. Xulosa bunaqa bayramlar ko'p bo'lib tursin. Все классно. Bugungi Students Day zo'r o'tyapti, alam o'tyapti. Birinchi kursdagi gap yo'q, молодец. Hamma ayamasdan vaqtini, resurslarini ayamasdan yashashib har narsalar organize qilishda, pizza va robotda. Как бы bu men uchun oxirgi Students Day birinchi nimagadir. Nimaga bir oxirgi deyapman, chunki o'sha masalan magistr o'qisam ham, как бы student bo'lsam ham, bunaqa darajada bo'lmaydi. Ish, oila bo'lishyapti. Juda xursandman, realna
budishini o'ylasam, shu azincha necha oiladan kelgan bir to'rni bitirib, nasib ketaman. Shuni o'ylasam, sal g'alati bo'lyapti. Chunki birinchi kurslar bilan sizlar bilan endi tanishib, bir-birimiz bilan tanishib chiqishib, hamma zo'r ketadi. No, обязательно kattaroq bo'lishga sizlarni hammanglarni. Hatta gap yo'q. Men birinchi kursimni bilan qilmaganmiz. Bizlar birinchi kursimizda event organize qilish yo'lda tursa, boshqa fakultetda, boshqa gruppalar, 9 ta gruppa bo'lsa, bir-birimizni tanimaganmiz. Hech kim gapirmagan. Bir-biri bilan aslida hamma 6 ta gruppa bir-biri bilan gaplashib chiqishib ketdilar. Gap yo'radilar. Dальше bo'lish omad hozir. Bu yil 4-yilim bo'lsa universitetda, bu Students Day eng zo'ri bo'ldi. Oldin bunaqa impression bo'lmagan menda, to'g'risi. Umuman kutmagan edim, bunchalik atmosfera bo'lishini. Kirishim bilan o'zi kayfiyatim ko'tarilib ketdi. Va event davomida bo'lsa, o'zimni qisman DJ rolida ham sherigim bilan sinab ko'rdim. Va o'zi kutilmagan voqealar bilan boy bo'ldi bugun. Umidjon aka mehmonga kirib, ular chaqirib, shu PMIni yana ta'kidlab, shunga qolgan studentlarni ham encourage qilganlari-yu va Mr. Javiddan umuman eksklyuziv kutilmagan qo'shiq bo'lgani. Hammasi juda kutilmagan, zo'r bo'ldi. Birinchi kurslarni aktivligiga ko'z tegmasin, zo'r. Foizli grant olgan, ikkinchi kursdagi foizli grant olganimda intervyu topshirgandim. O'sha esimga tushib ketdi. O'shanda o'tirgandim, oldimda Farruh bor edi. 100% grant bilan menda 50 bo'lgan, keyingi yil 100 olaman degandim. Hop, bu yil 100 oldim. O'shanda men 100 olishimga sabab bo'lgan narsalardan bittasi mana shunaqa eventlarda, akademik lifedan tashqari, ya'ni akademik lifedan tashqari eventlarda nima deydi, aktiv bo'lganim bo'lgan katta sabablardan bittasi. Chunki u vaqtda fakultetda unchalik aktivniy narsa yo'q edi. Shuni tashkillashtirishni boshladik. Shu narsa kelib jamoa bilan oxiri DM community tashkil topdi. DM community birinchi kursdan o'zimiz kutib oldik va o'zimizda bor energiyani ularga berganimizdan keyin ko'rishinglar mumkin, bugun shunaqa eventlar tashkillanyapti. Bu narsani biz o'zimizdan qoldirib ketgan juda ham xursandmiz. Chunki biz xohlaymiz, nima uchun buni qilishni xohlaymiz, kelajakda eslatishki, shunaqa vaqtda DM community bo'lganida bizga shunaqa narsani o'rgatib ketishganda, energiyani biz bilan ulashib ketishganda biz davom ettiryapmiz. Va sizlardan keyin kelgan universitetdagi talabalar ham o'ylashsinki, biz Akbarjon degan media bor edi va bizga mana shu narsa topshirib ketgan, keyinchalik shuni ham davom ettiryapmiz. To'xtamanglar, davom etinglar. Hayotingizda oldinda 4 yil bor sizlarda. Bu narsa qaytib kelmaydi. O'sha gap yig'lab yuboraman, to'g'ri qoldi. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим мы о земле, она одна. А звезды тем не менее, а звезды тем не менее, чуть ближе, но все так же холодны. И как часы затмений, и как часы затмений, ждем света и земные видим сны. И снится нам не рокот космодрома, и отдали